Close your eyes, roll is tight now. Nima deyapti? Yon boshlab yotgan ekan o'rtoq. Close your eyes. Qulay o'rnashib yotaver ekan. Bro, nima deysiz yangi qonunga? Chiqayotgan. Qonunga ko'p. Trakchilar tilni bilish bilmasligicha. Shart. Bilish shartmi? Qo'llab-quvvatlayman man. Bo'ldi, tamom. Mo'yin. Sen fikring, yangi qonun chiqayotganiga. Til bo'yichami? Birinchisi qatdan kelyapti. Prostak bo'lmagan. Avariyalar bo'lganidan keyin bir ham investigation qilib, o'shani bahona qilib qilishyapti. Til bo'lib. Bilish kerakmi yo bilish kerak emas? Qanaqa pravo olgan odam? Til bilmasa, bilish kerak emas. Qanaqa qilib ekzamendan o'tadi? O'tdi 100 ta savol bo'ladi testda. U o'tmagan bo'lsa, u tilni bilmasa qanaqa qilib o'tgan odam? Savol bilish kerak emas, u обязательно bilish kerak odam tilni. Bo'lmasa qanaqa pravoni olgan? Sizning Mani shaxsiy fikrim 50% bilish kerak. O'rtacha gapira olish kerak, o'zini tushuntirib bila olish kerak, nima bo'layotganini. Yozuvlarni o'qib olish kerak. 100% zo'r bilish shart emas, 50%. Ko'chada yozilgan yozuvlarni o'qib, keldim, ketdim, nima qilayotgan ishini gapirib bera olish kerak. Agar o'zingizlarning fikringizni kommentariyada qoldirib, podpisatsiya qilishni unutmanglar.